Assalomu alaykum Tomarka biznes kanalining muxlislari. Bugun sizlarga xudo xolasa mana shu quyon qafasini ko'rib chiqamiz, ya'ni obzor qilamiz, xudo xohlasa. Demak, qafas o'zim yasaganman, oddiygina taxtalardan, shu uydagi bor bo'lgan, boshida shunaqa bo'lgan, bor bo'lgan materiallardan yasalgan. Keyin qafas soqib qo'ygandan keyin buni o'sha kerakli, ya'ni chiroyli taxtalarni olib, mana shu chiroyli ko'rinishga olib kelingan. Hop, bugun mana shuni ko'rib chiqamiz. Razmerlarini hammasini shu metrda o'lchab sizga aytaman. Siz ham shundan ko'rib, razmer olib, xudo xolasa o'zingiz bemalol qilishingiz mumkin. Hop, bu qafasni eng yaxshi tarafi, bu qafasimiz deylik eniga 90 bo'lsa, hozir men sizlarga shuni ko'rsatay, mana shu joydan mana shu joygacha ana 96 ekan mana. 96. 90 deb aytdim, 90 deb mana bu ichkaridagi joyni aytdim, mana bu joyi. Hozir ko'rsataman. Bitta qo'lda qiyin bu narsa qilish. Hop, mana. My god. Mana shu joyda, mana ko'ryapsizlar, mana shu joydan bundan olib kelsak, mana 90. Ko'rdingizmi? Mana shu ichkaridagi mana uzun taxtasi bor-ku, mana bu. Mana shu 90, mana bu ham 90, mana bu ham 90. Tushundingizmi? Manaqasiga, uzunasiga 90 bo'lib turibdi. Hop, o'sha ya'ni 90 mana buni 3 desak 96 bo'lib qolar ekan. Demak, eniga 96, agar gruba 1 metr desak ham 1 metr joyda sizlar 4 ta quyonimiz turibdi. Va hammasini ichida nimasi bor? Mana bunaqa paddonlarni qo'ysangiz bo'ladi. Paddon deymizmi, list deymizmi? Shu nimasi ichkaridagi axlati. Mana bunday qilib ochsangizlar, mana ichkaridagi axlati ko'ryapsizlar, zo'r qilingan. O'rtasida nima ham bor? Mana bunaqa joy ham bor, taxtasi ham bor. Hop, o'sha axlati tagiga tushadi. Bu yoqdan tortib olib, tozalab yana qo'yib qo'yasiz. Mana shunaqa turibdi. Mana ko'rsatsam, mana olinadi. Yana qayta mana polni olinadi, yuviladi, yana qayta joyiga qo'yiladi. Mana bu list 1 metrdan 2 ta shunaqa chiqadi. Demak, sizga 2 metr list kerak bo'ladi. 2 metrdan shu 4 tasiga tagiga qo'yadigan patnisini yasasa bo'ladi. Hop, asosiy o'zini shu bitta xonasi, demak, uzunasiga bunaqasiga mana bu taxtaning o'zi 90 bo'lsa, mana bu bitta 4 ga 3lik taxta ishlatilgan. Mana bu joyi 3 desam, demak, 3 3 6 bo'ladi. Demak, 96. Mana bunga hali aniq ham qo'yilmagan. 96 eni desak, demak, bunaqasiga ichkaridagi bo'sh joy, bu mana bu devoridan mana bu devorgacha, mana shu devorgacha 96 santimetr. Mana bu yog'i boshida o'ylangan edi. Men bu yopib qo'yamanmi, bitta narsa qo'ysam, dumaloq qilib teshib qo'ysam, shunday kirib, alohida raddomi bo'ladi deb o'ylagandim. Keyin o'sha raddom qilmasdan o'sha mana bu mevani savati bor-ku, qora savatchalar. O'shani qo'yib qo'yishga qaror qildim. Lekin quyonlarim undan xohlashmadi. Menga uni otib olishdi, o'zlari mana shu yerda o'tlarni tashlab, o'zlari uy qurib olishdi, shu yerda tug'ishdi ham. O'zingiz ko'rdingizlar. Keyin men aytdim, mana shu kerak emas ekan deb, mana shunaqa holatda qo'ydim. Demak, bu yog'i setka, bu yog'i taxta, mana bu yog'i taxta, bu eshigi taxta. Mana bu yog'i setka, mana bu yog'i ham setka. Ko'ryapsizmi? Mana har xil taraflarni sizga ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shunaqa turibdi. Mana shunaqa ko'rinishda. Mana tepasi mana bunaqa turibdi. Oddiy nima? Faner deymizmi, bitta fanerdan mahkamlab qo'yganmi, xolos. Bo'ldi. Mana bu joylarga mana qotirib chiqilgan. Hop, bitta yirikroq setka ishlatilgan, 2 lik setka ishlatilgan. Oddiy, ana ustida qoplamasi yo'q setka ishlatilgan. Hop, bu arzonroq bu, o'shani ishlataverasiz. Demak, pastiga 1 ga 1 setka ishlatilgan. Razmerlari mana bu qafaschasi, kletkasini mana bu yog'i 1 sm, bu yog'i 1 sm. Endi siz 1 ga 2 lik ishlatsangiz ham bo'laveradi. Lekin 2 ga 2 lik уже kattalik qiladi. Mana bu 2 ga 2 lik quyon bolalar oyog'i kirib qoladi, oyog'i sinib qoladi va hokazo. 1 ga 1 da hozir ishlatyapman, muammo yo'q. Bemalol maza qilib yurishdi. Ya'ni test qilib ko'rish 1 ga 2 lik. 1 ga 2 lik kattaroq bo'ladi. Mana bu joyda umuman axlat yig'ilib qolmaydi. 1 ga 1 da ba'zan mana shu joylarda qolib ketadi. Perchatka bilan qo'lingizga bunday qilib olsa tushib ketadi-da. Ba'zan shu joyi bo'ladi. Ba'zan 1 ga 2 bir ko'rish kerak. Tushundingizmi? Mana shunaqa turibdi. Joy demak 96. Bunaqasiga hozir endi razmerlarni ochib oldim. Keyin
nimasini ko'rsatay. Bir ko'raylik, keyin razmerlarga alohida o'tiramiz. Demak, 4 ta xonasi bor. Mana birinchi xonasi tugagan xonasi, полностью. Ikkita eshigi bor. Bu yoq raddom eshigi. Mana bu oddiy setkan eshigi. Mana shu turibdi. Mana shu ko'rsatilgan. Pol bu bitgan holati. Mana bu eshikni o'zini ko'rapsiz, mana bunaqa turibdi, mana. Shunaqa holatda turibdi. Xo'p, xohlagan materialni qo'ysa bo'ladi, bitta taxtani. Oddiy dispami, oddiy reyk anaqami, fanermi, xohlagan narsa ursa bo'laveradi. Qanchalik qalin, og'ir taxta ishlatsangiz, o'sha displalar og'irroq hisoblanadi-ku, o'shani ishlatsangiz, mana bu uychani og'irligi oshib ketaveradi. O'shani ham ahamiyatga oling. Ya'ni bitta o'zingiz bo'lsangiz, ko'chirishga qiylashib qolasiz. Men pastdagi hammasiga mana bunaqa taxta ishlatganman. Ba'zi bir joyda oddiyroq ishlatganman. Uni og'irroq. Uni bitta odam amallab uni u yoqdan bu yoqqa ko'chirsa bo'ladi. Buni sal yengilroq qildim, uni sizlarga video davomida ko'rsataman. Va hokazo. Demak, mana hali bitmagan o'sha karkaza deymizmi? Korobkasi mana. Korobkada mana bu ham doja qotirilmagan, ko'rasiz? Mana korobkadagi holat. Mana bu olib tashlasam, setga o'zini olib tashlasam, mana bu etajda hech narsa yo'q. Oxirgi etajda. Mana bundan hech narsa yo'q-da, bitta eshik, mana bu eshigi qoqilgan xolos bo'ldi. Mana shu turgan holat turibdi. Ko'rapsizlar-a? Xo'p, mana bu 3-etaji. Mana shu holatda turibdi 3-etaj ham. 3-etaj hali o't, mana ikkita eshigiga narsa qo'ydim. Bitta eshik, bitta bu tarafiga. 4-etaj mana shu bitgan holat. Mana bu joyda menimcha пространство, ya'ni joy bor, mana bemalol o'sha nimalar ichiga tushib ketaveradi. Xo'p, razmerlarga kelsak, demak, taxta ishlatilgan, 3 ga 4lik taxta ishlatilgan. 3 ga 4lik degani 100% 3 ga 4 bo'lmaydi, mana qaranglar. 3,5 ga 2 nechidir bari, 3 desak ham, 3,5 ga 3, o'sha 3 ga 4lik deyishar ekan. Xullas, mana 3 ga 4lik taxtadan olingan qoptasiga, kichigiga 2 ga 3 olingan. Ya'ni mana bu 2 ga 3 bo'lishi kerak edi. Men nima qildim? O'sha uyda borlarni ishlatdim-da. Men bunani masalan, men oxiriga 3 ga 2lik bo'lsa kerak, mana 2, ko'rapsan, oxiriga ruchkalariga, ya'ni eshikni devoriga shuni ishlatdim mana. 3 ga 2lik. Eshiklariga shunaqa mayda taxta ishlatdim. Xo'p, men bu endi uyda bor edi, shu maydalarni ishlatib tashlaverdim. Nima uchun? Chunki bu arzonroq. 2 barobar mana bu 3 ga 2lik taxta arzon bo'lgani uchun. O'sha holatda buni ishlatdim. Endi основной karkasga, asosiy karkaslariga, bu joyiga, mana bu joyiga, mana shu joyiga 3 ga 4lik taxtani ishlatasizlar. Endi hozir bu 3 ga 4lik emas, bu 3 ga 4lik emas. Bular o'zimda bor edi, uyda bor edi, o'shani olib ishlatdim. Ya'ni taxtani o'sha nima qilmasdan, sotib olmasdan uyda borni ishlatdim. Siz ham uyda bori bo'lsa, to'g'ri kelsa, bosib ketaverasiz. Endi asosiy vidiga ta'sir qilmaganligi uchun ularga mana shuni, buni qo'yib ishlatdim. Lekin bundan qaraganingizda hamma bir xil taxta turibdi, chiroyli turadi. Hammasi har xil taxta bo'lib qolsa, g'alati turadi-ku. Demak, razmerlariga. Xo'p, mana bu 3 ga 4lik taxtani olsangiz, 4 metr 4 sm yoki 4 metr 5 sm bo'ladi uzunasi. Demak, men boshida buni 2 metr deb hisoblaganman. Xullas, hozir 2 metr deb hisoblaymiz. Ya'ni hozir mana shudan, mana shu uchidan, mana shu uchidan to oxirigacha, shu yergacha 2 metr desak bo'ladi. Endi taxtani o'zini olib, men hisoblaganim o'sha 4,5 bo'lganga 4,5 ni rovno 2 o'rtasidan bo'lib olganman-da. Shunda bu 2,5 bo'lib qoladi. O'sha 2,5 sm oxirdan oyog'idan balandroq bo'lib qoladi. O'shanda ekonom qilingan. Ya'ni joy ko'proq qoldirilgan. Tushundingiz-a? Demak, 2 metr desam gruba, 2 metr, demak, bu ham 2 metr. Mana bu joyda mana 2 metr. Mana bunaqasiga, bunaqasiga ham 2 metr. Tushundingiz-a? 4 ta 2 metrlik mana asosiy ustunlari bor. Mana shu taxtalari bor. Zo'r. Endi keyingisiga ketamiz. Hop, davom ettiramiz. Demak, qolgan razmerlarni ko'rsak, mana bu razmerni ko'rsa, mana taxtasini ko'rapsiz, mana shu bitta, mana bu joyda bor, mana bu joyda, mana bu joyda, mana shu joyda ketyapti bunaqasiga. Xo'p, mana bu karkasini o'zidan ko'rsatsa, mana shu taxtalar mana shu yerdan boshlanib, bunaqasiga ketadigan mana
mashgacha keladigan taxta bizda 90 sm. Bunga ham shu 3 ga to'rlikdan qo'yilgan. Mana hozir mana shuni olib ko'rsatsam, mana shu metrni bunday qilamizda. Bunday olib kelsam, mana pastdagi anaqaga olib kelsam, mana ko'rdingiz, 90 sm taxtani. Xo'p, o'sha 90 sm-likdan mana bitta bo'tga ishlatilgan. Keyin mana bunda ko'rsatib, mana 90 sm, mana bu ham 90 sm-lik mana. U pastki xolos undan mana shu 90 sm, mana bu ham 90 sm hisoblanadi. Demak, qancha ketadi 90 sm-likdan? Demak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6ta, 7ta, mana bular 8ta. Bitta tarafida 8ta, demak ikkita taraf bo'lsa 16ta 90 sm-dan ketar ekan. Xo'p, oxirida endi hisob-kitobni ko'rsatib qo'yaman. 4ta 2 metrlikdan 16ta 90 sm-likdan ketar ekan. Tushundingiz, ha? Xo'p, tushunib oldingiz, mana bu 90, mana bu ham mana 90 bu tarafda ekan. Hozir bu tarafga mana 8ta ketadi, 90 sm-likdan. Bu tarafiga ham 8ta ketadi. Mana shuda, mana shu joygacha. Hop, mana tepasi, qafasi mana bu pasi. Orasida joy tashab ketilgan. Mana bu keyingi etajini tepasi, keyingi etajini mana pasi. Yana joy tashab ketilgan, yana ketib shunaqa. Va hokazo shunaqa ketaveradi. Oxirdan o'sha turibdi. Va hokazo. Zo'r. Endi keyingisi mana buni o'zini ko'rsatsam hozir, adashmasam bu bizda qancha edi? 50 sm. 50 sm. Xo'p, endi u bizga 3 ga to'rlik emas. Hozir 3 ga to'rlikdan qattiq ishlatgan mana. 3 ga to'rligi mana bunaqa ishlatganman. Mana shu joyda mana 50 sm. Bular hammasini o'zim shu qanaqalar bichqida deydimi? Arrada, xolos, bichqi deydimi? Arrada kesgan, oddiy arrada. Mana shu bizdan 90 sm. Ko'rapsiz-a? 50 sm. Ya'ni yonidagi, enidagisi 50 sm. Mana bu joydagi 50 sm. Demak, mana busi 90, mana busi bizda 50 sm bo'ladi. Mana bunisi demak 2 metr bo'ladi. 50 sm-likdan bitta. Hop, mana bizga kerak 2 ta, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bundan 8 ta. Demak, 50 sm-dan bir tarafiga 8 ta, ikkinchi tarafiga demak 8 ta, o umumiy 16 ta kerak bo'lar ekan. Mana bu 50 sm, mana bu 50 sm, mana bu 50 sm. Buni tushunib oldik mana. Demak, bunaqasiga 2 metr, bunaqasiga 50 sm, bunaqasiga 90 sm bo'ldi. Eng asosiy razmerlar o'sha. Shularni olsak, mana bunaqa karkasni beradi mana. Bu 2, bu 50, mana bu 90 va hokazo shunaqa yasab oldi. Hop, yana nimasi bor? Eshiklari. Mana bu bo'lish. Mana bu bo'lish uzunasiga 90 edi. Buni 40 ga 50 qilib bo'lingan. Ya'ni raddomini 40 qilib qo'yganman. Mana hozir mana shu bo'sh joyini ko'rsatay sizga. Raddomini mana bunday qilamizda, mana 40 qilingan, ko'rdingizmi? Ya'ni shu pasidan 40 qilingan, ya'ni bu yoqdan 40 sm tashalganda rovna mana shugacha 40 qilingan. Mana shu reka qo'yib, rekani jirillatib mana yoqdan qoqtirilgan bo'ldi. Bu ham shunaqa ketilgan mana shu shotdan mana shu joygacha 40 sm bo'ladi. Endi bu yog'i qolgani 50 qolishi kerak, lekin mana bu nimasi bor-ku, to'rga 3likni 3 sm bo'lsa, 3 sm ni olib tashlashlar 50 dan 47 sm bo'ladi. Lekin bu ichkaridagi joyga umuman ta'sir qilmaydi. Ichkaridagi joy ta'sir qilmasdan shu ketaveradi. Xo'p, davom ettiramiz. Endi asosini ko'rdik. Setkani qo'yishni ham menimcha tushunib oldingizlar. Setkani olib kelib, o'sha razmerlarga moslashtirib, kesib, mana bu ugullarni, ya'ni burchaklarni qayerga bunaqa kesilgan. Shu kerak emas joyga olib tashalgan mana. Ko'ryapsizlar mana? Mana bu joyga olib tashalgan. Hop, mana bu joyga olib tashalgan mana. Kerak emas joyga olib tashalgan va qotirilgan. Hop, mana o'sha har xil razmerdagi taxtalar bo'lsa, mana bu nima bo'lib qo'ygan. Mana bu orasida band bo'lib qo'ygan, nito bo'lib qo'ygan. Bir xil razmerdagi taxtalar ishlatiladi, mana shu joylarga tekis chiqadi, chiroyli chiqadi-da. Hop, undan keyin
ular bo'ldi. Keyin eshiklar. Hop, eshiklarni aytsam, endi eshiklarni asosiy karkasini razmerini chiqazib bo'lgandan keyin, chiqib bo'lgandan keyin bu yoqni olib ketaverasizlar. Endi bizda mana bu tepada turibdi, mana bunaqa qilib qo'yganmiz mana. Eshikdagi xohlagancha endi sizda qanaqa razmer bo'lsa, o'sha razmerda ishlataverasiz. Mana men boshidan qo'yaman, mana shunga, mana shugacha 42 ekan. Endi mana bu taxtani ham razmerini olish kerak-da. Mana bu taxta sizda ham ba'zi 2 ga 3lik bo'lsa, o'sha enini ham inobatga olish kerak yoki mana bitisi mana bu taxta buni ustiga chiqib qoladigan holat ham bo'ladi. Uni ham inobatga olishingiz kerak. Unda u yog'i уже sizlarning o'sha bor bo'lgan taxtadan kelib chiqadi. No, qilinishni o'rganib olsak, mana oddiygina qilinadi. Mana taxtalar ulandi, uголник yordamida shunaqa turaveradi. Mana shunaqa turibdi. Mana shunaqa turibdi. Xo'p, grubo endi hisoblab chiqamiz. Keyinlar mana shunaqa agar bo'lsa 3 ga 2 lik taxtadan hisoblasak, mana hozir pastidagi 3 ga 2 lik taxtalar qilingan. Asoyis hozir buni hop, eshigini olsam, buni olsam 42. 42 turibdi, mana 42. Ya'ni eniga 42 dan bitta olingan. Uzunasiga necha 37 mi mana? 37 grubo hisoblasak, 36,5. Ozgina endi mana bu oraliq 37 bo'lsa ham, sizda mana bu joyda ozgina joy tashlashingiz kerak-ku. O'shanga 37,5 qilingan. Demak, bunaqasiga 42, bunaqasiga 37,5. Demak, 42 84, 37 60 74. 74 ga 84 ni qo'shishimiz kerak. Qancha bo'ladi? 158. 158 metr, ya'ni 158 santimetr taxta ketgan mana bunaqasiga bitta eshigiga. Mana bunga. Shunaqadan 4 ta bor mana. Ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Xo'p, mana buniki endi kichikroq bo'ladi. Balandligi o'sha. Mana buni ko'rsatib oling. Keyin mana buni ko'rsat. Mana buni. Xo'p, endi ochib mana bu yoqdan hisoblaymiz shekilli. Juda noqulay ekan. Demak, qancha qilingan bu? 35 eniga, uzunasiga 36 mi? 37, 36 qilingan. 35 ga 36. Endi yarim santi, 1 santimetr hammada har xil bo'lishi mumkin. Mana bu menda ozgina kam bo'lib qolgan, ko'rdingmi? Mana joy qolib ketganda, mana shu. Buni to'g'rilashim kerak, buni chiroyli qilishim kerak. Bizga hozir boshqacha razmer kerak. Mana shu razmerni olamiz. Endi qo'lda kesilgan, anaqasi ko'p, xatosi 1 santi, 1,5 santi ba'zan xato bo'lib ketgan joylari bor. Mana. Bu razmerni olsam, mana qancha bo'ldi? 36. 36 mana buni uzunligini hisoblasam, bu ham 36 ekan. Va hokazo. O'shanda o'zingiz hisoblab qaraverasiz. 36 ga 36 bo'lsa, 4 ta eshikka kerak bo'ladi. Taxta, o'shani yopib turadigan taxtasi kerak. Ha, taxtasi mana bunaqadan turibdi. Qancha bo'ladi? Hisoblab. Mana taxtasini hisoblasam, mana 39. Yana bu aytganimdek, eshiklarning razmeriga qoldirishingizga bog'liq bo'ladi. 39 ga qancha bu? 34,5. 34,5. Shunaqadan demak, 4 tasi bizga eshikka kerak bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Endi yana ko'rsak, endi setkani keyin bu razmerini aytmayman. Zerikarli bo'lib qoladi. O'zingiz o'sha mana bu taxtasini yasab bo'lgandan keyin setkasini olsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, mana bu yog'iga endi qancha razmerni o'zingiz o'sha yasab bo'lgandan keyin hisoblab ketaverasiz. Buni ham aytib o'tirmayman. Bu ham o'sha ahvol. Даже qayna bu yerda nima bo'lgan? Mana bu joygacha bitta, doska ikkinchisiga boshqacha bo'lib qolgan. Yetmagan tagiga o'sha alohida hisoblab olganman. Nima shunaqa bo'lgan va hokazo. Xo'p, endi birinchi qilganimda o'sha xuddi shunaqa qilingan. Faqat nima bo'lgan? Mana bu narsalar qotirilgan mana. Mana ichkaridagi taxtasi
qotirilgan edi, men bilan hozir men qotirmadim. Mana olinadi. Mana bu ham olinadi, oddiygina mana. Mana shu uzunasiga bitta anaqa taxtacha. Mana bu shunday bo'ladi-da, shunday narigi tarafiga kirib turadi. Hozir sizga ko'rsatay, mana. Mana bu joyiga mana bunday bo'lib ustiga bosiladi. Ya'ni mana bu taxta mana bu reykani ustiga chiqmaydi-da. Chiqmaydi ham. Tushundingizmi? Shart emas mana buni kesib, mana bunga mos bo'ladigan qilib, u qiyin bo'lib ketadi. Ololmay qolasiz-da. Bu taxtani asosiy, mana bu reykani asosiy vazifasi tepadagi patmusni ushlab turish bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Shu tepadan musor-pusur tushmasligini, sal bo'lsa ham qorong'i bo'lib turishini ta'minlasa bo'ldi. Mana. Mana ustiga chiqib turgan. Ko'rdingizmi? Bo'ldi. Endi men buni qotirmayman. Bunga vaqtshim bu narsani qotirmayman. Nima uchun? Chunki men bu qafasini ertaga ko'chirganimda, o'tga ko'chirganimda nima bo'ladi? Mana shu taxtalarni olaman. Bu qafas yengil bo'lib qoladi. Men patmusini taxtasini olsam yengil bo'lib qoladi. Bitta o'zim bemalol ko'chirish mumkin. Mana bular bilan bu yana bitta ves olib og'irroq bo'ladi-da. Endi bitta o'zim qiyinroq bo'ladi. O'tga ko'chirish uchun shunaqa qilib qo'yganman. Xo'p, mana bu o'sha bu qaysidir nimadirdan qolib ketgan edi. Mana bunaqa joy kesilgan ekan. O'sha kesilgan bilan turibdi. Mana turibdi. Mana kesmadim, shunaqa qo'yib qo'ya qoldi mana. Mana buni uzunligi yetmadi-da, uzunligi. O'shuning uchun buni qo'shib qo'ydim. Buni ham qotirmayman. Sizlar buni kesib o'tirmang, mana bunaqa qilib. Mana bunaqa ugul qilib, buni kesib o'tirmang, vaqtingizni olasiz. Mana buni kesib qo'yganim yo'q. Shunaqa oddiy turadi. Ya'ni bitta mana splashda mana ko'rasiz, mana bitta keladi. Bo'ldi. Shuni o'zi bizga xudo xolasa yetadi. Va hokazo. Patnis bo'yicha ahlatga tushadigan mana oddiy list, 1 metr list olsangiz, 2 ga bo'lib, ikkita qilsangiz bo'ladi. Xo'p, mana bu eni 2 sm, 3 sm qilib olsangiz bo'ladi. Shu mana kerakli razmerni o'lchab turasizlarda, 3 sm dan qo'yib, ya'ni chiqib turgan mana devorchasi, mana shu ko'rib turgan devorchasi 2-3 sm, 2 sm ham yetadi. Shunaqa qilib qiyshlatib chiqsangiz bo'ldi. Bursalarda ozgina ehtiyot bo'lish ham shu joy qiyinroq chiqarish. Ikki tomonni bunday qilsa, mana bu joy ortiqcha bo'lib qoladi. Kesib olsa bo'ladi. Keskanda mana qo'lni kesadigan qilib qo'ymaslik kerak. Bo'ldi. Shu asosiy o'sha narsa. Patnischa mana buni ustiga chiqib turadi. Buni afzalligi mana shu xonasi kengligida. Mana shu xona bemalol hozir o'sha bitta quyon bolalar mazza qilib yotibdi. O'zi ham bemalol katta qilib cho'zilib yotadi. Tushundingizmi? Demak, bu tomoniga ham shu razmerni ko'rdik. Hozir yana bitta ayting endi. Bo'sh qo'ygan joyini mana bunday qilsa mana 37. Endi ichkaridan hisoblasa 37 dan ko'p bo'ladi. 40 deymizda. Yani patologdan hisoblasa 40. Bunaqasiga 90, mana buni o'zi 90, mana bu razmeri bilan 96 joy qoladi. Eniga 50 mana 58 bo'ladi. Mana bu nimasida ichkaridagi umumiy bo'sh joyi 58. Lekin mana buni o'zi, mana bu taxtani o'zi 50 edi. Mana bu taxtani o'zi 50 edi. Bular endi 4 sm hisoblasa 58 bo'ladi. İchkaridagi joy yetadi. Quyonga mazza qilib o'sha yashashiga xudo xolasa yetadi. Albatta mana bu narsani qo'ying. Men narigi qafasimga qo'ymagandim boshida. Mana bu setga qiyshayib qoldi, o'rtadan osilib qoldi. Keyin men buni qo'yib qo'ydim. Bir ikkitasiga qo'ydim, hammasiga qo'ymadim hali. Mana o'sha razmerni hisoblab turib, mana shu joydan, mana bu joydan mana tirsillab olasiz. Nariyoqdan bitta tirsillatasiz. Bo'ldi, boshqani bosh og'riq vashcha kerak emas. Mana buni hozir razmerni ko'rsataman sizlarga. Men 50 ekan, 50 dan biroz keyin 50 menimcha, rovno 50 bo'ldi. Va hokazo shunaqa gaplar. Bemalol shu ona quyon mana shu yerda yotaveradi. Mana qafasni mana shu yerga ochtirib qo'yasizlar. O'sha savatchan qo'yasizlar, bolalar katta bo'lgandan keyin savatchan olib tashlaysiz, bolalar mazza qilib o'ynab yuraveradi. Suv idishi, don idishini mana shu yerdan osib, mana shu yerdan berib qo'ysa bo'ladi. Ichkarida berish shart emas, ular tashqaridan chiqib turadi. Mana bu yerda setkani kesasiz, shu yerdan boshini tiqib o'zi yeyveradi. Tushundingiz-a? Shunaqa qiling, oddiy-sodda qilingan. Xo'p, kamchiligi nima? Kamchiligi quyonlar o'sha bovul qilganda, ya'ni o'sha siyganda mana shu joyga siyib qo'yish mumkin. Taxtasiga siyib qo'yadi. Hamma bu yerga siymaydi, bu yerga siymaydi, u mana shu burchakdan chiqib qoladi. Tushundingiz? Ba'zi mana bu setka bo'lsa bu yoqqa ketadi, ba'zi birlar bu yerga qolib ketadi-da.
Xo'p, ana shu kamchiligini hozir o'sha kamchilikka duch keldim. Qanaqa fix qilamiz, ya'ni qanaqa to'g'rilaymiz? Hozircha o'ylayapman. Listni kesib, mana shu joyga list qo'yib, o'sha listimiz mana bunaqa bo'lib turadi. Bu mana bunaqa tursa, list mana bunaqa bo'lib turadi, xullas mana bunaqa tushib turadi. Ya'ni CDga listga tushadi, keyin shipillatib pastga tushib ketadigan qilib qo'yaman. Tushundingizmi? Mana bunaqa narsa qo'yib qo'yaman list. Shunaqa qo'yib qo'ysammikan deb yuribman. Eksperiment qilib ko'raman, xudo xolasa. Mana shu joylarga qo'yib qo'yaman. CD hammasi pastga tushib ketaveramiz. Endi tashqariga ketadi, taxtaga tushgani pastga, shu listga tushib, pastga tushadigan qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Shunaqa gaplar jigarlar. Men buni oxirida topuvdim, esingizda bo'lsa, bir video qildim. Videoda aytib o'tirdim, shpingaletlarni. Mana shu zo'r ekan, menga yoqdi. Qatta olishni shu men O'rikzordan oldim, lekin qimmat oldim. Aytganimda sizlarga qanchada oldim? 7000 dan oldimmi? Bu bundan arzon bo'lishi kerak. Buni topishim kerak, qatta arzon sotiladi. Buni ikkinchi yarmi bor, ammo bizga ikkinchi yarmi kerak emas. Men qafasimizga mana shu zo'r ketadi. Simolab qo'yardim boshida, boshqa qilib qo'yardim, rosa jonga tekkandi. O'zim boshqachasini yasavdim, u ham bo'lmagandi. Men buni yomon joyi bor, mana bunday qilsangiz yopildi. Bunday qilsangiz men tili ketdi, lekin mana bu shapkasi qolib ketdi. Shapkasi tili bilan bir xil. Tushundingizmi razmerini? Mana yarim ochib buni qilyapman hozir. Mana yarim ochaman, kirgizamanda, hola buni qilib qo'yaman, yopiladi, hola endi men tilini olib tashladim, lekin shapkasi bilan tegib qoladi. Ko'rdingizmi? Hali ana ushli deganni qilmadim, mana joyini ketib qoldi. Mana nicho. Bu hech narsa emas. Va hokazo. Keyin muhim joyi, mana bu joylarda qora, mayda shurp ishlatilgan, eng kichik, ya'ni semichka shurplar bor. Hop, ichkaridagilarga mana bu nerjavika bor, oq. Mana bunaqa bo'ladi, o'zi ham kichkina, oq bo'ladi, mana o'shani ishlatasiz. O'shanda mana bu suv tekkanda boshqa qiyinda chirimaydi. Mana bu ham ustidan qoplamali, ko'ryapsizmi? O'shani ham ishlating. Pastiga ba'zi siyadi, suv to'kiladi, boshqa qiladi, o'sha zanglamaydi. Mana bu oqlagan suv tegsa, bular vaqti bilan zanglab qolishi mumkin. Tushundingizmi? Lekin bu mazgilar arzonroq qilingan. Mana bu reykalarga qotirish ham ko'ryapsiz. Bitta shurp, bir vaqt qotirilgan, bitta shurp vaqt qotirilgan. Mana bu reyka ham qarang, 3 ga to'rtlik emas, bu ishlatilgan qatlamda kelgan reyka. 3 ga to'rtlikka juda ham o'xshash bo'lgani uchun olganman. Zir qilib mana bu qotirilgan, bu yoqdan bitta bilan bu yoq qotirilgan. Hop, uni mana buni terish jarayonidan qanaqa ishlatib ketilgan, osonroq bo'lsin deb sizlarga ko'rsataman shuni. Bunday qilganman, qarang mana. Tepasidan o'lchaganman. Hozir o'lchasa mana 40 sm keldi, ko'rdingizmi? Mana 40 qo'yilgan. Narigi tomonidan xuddi shunaqa tepadan o'lchayman 40 ni. Keyin o'sha mana shu joyga men rekani qo'yaman, uchiga to'g'rilayman. Nariyog'idan mana shu joyga qalamda turibdi, ko'rdingiz? Mana shu 40 man turibdi. Mana bu shurp bilan bitta qotiramiz. Mana bu shurp bilan bitta qotiramiz. Bo'ldi. Narigi taraf bilan xuddi shunaqa qilaman. Shunaqa qotirib olaman. 40 ni o'lchadim. Endi qolgani mana ikkita bo'shlik joyning orasi 10 sm mana bu yerdan, mana shu joydan, mana bu yergacha 10 sm. Ko'rdingizmi? 10 sm. 10 sm qo'yilgan. Endi 3 ga to'rtlik bo'lgani uchun mana bu bizda 4 sm, 3 sm ekan. Bu yoq 3 sm, 4 sm aniq-ku. 3 sm, 3 sm 6 bo'ladimi? 6 ni olib tashlasak, demak 4 sm bu yerda qolgan. 10, to'xtanglar, 10. Faqat 7 sm qolar ekan, uzr. Mana 7 sm ichkaridan. Ya'ni 7 sm mana shu paddon qo'yish, taxta qo'yishga, mana bu patnisni qo'yishga yetadigan joy. Va hokazo. Demak, ikkinchi qatorni terayotganda nima qilingan? Yana mana bu ruletka, mana metr boshiga qo'yiladi. Demak, 40 mana bu joyda ketdi. 10 ya'ni demak 50 ni hisoblayman. Mana shu joyda qalam qo'yilgan. 50 ko'rdingizmi? Nariyog'idan ham 50 ni ushlayman. Mana joydan ko'rdingizmi? Mana shu joydan. Mana shu joyda mana 50 qilib qalam qo'yilgan. Taxatildi, chizildi, bosildi. O'ldi qaranglar. Shunaqa qilsangiz effektga ketadi, tez bo'lasiz. Bo'lmasa adashib ketasiz-da. Yana shu ruletka ushlab turamizda, demak, 50 qo'yib bo'ldik, 50 ga 40 ni qo'ysam 90. Mana 90. Ko'rdingizmi mana? 90 dan qo'yilgan, nariyog'i boshidan 90 hisoblangan, tirsiratib urilgan bu. Keyin 90 ga 10 ni qo'shaman 100,
nariyoqdan 100 qotiraman, ketaveraman. Va hokazo shu tartibda ketadi. Tushundingiz, ha? Mana bu nimasini ham qilsam xuddi shunaqa bo'ladi. Yo'qmi, tepasiga teng, mana ikkalasini yuzasi teng qilib, mana bu ikkala mana shu joy teng qilib bitta qotiriladi. Keyin bu yog'i 40 hisoblanadi. Mana 40 qalam ham turibdi, ko'rdingiz mana. 40. Mana yo'g'idan ham, mana tepadan boshlab 40 qo'yiladi. Mana qalam taxta qotiriladi. Shurp bilan bu. Shurpayorda. Keyin mana bu 40 dan yana 10 sm tashlaymiz, 50 hisoblanadi. Bu yerdan 50 hisoblanadi, taxta qotiriladi. Bu. Yana ketdim. 90, 50 ga 40 ni qo'shsam 90. Mana 90 o'lchandi, mana yoqdan 90 o'lchandi, qotirildi. Va hokazo shunaqa hisoblab ketganman. O'sha ruletkada boshini o'lchab olganman, boshidan olib ketganman. Shunaqa qilib. Demak, shu bu meni hozir o'zim bir bola qilib bu yoqdan topib, imagination bilan tasavvur qilib yasalgan qafasim. Ma'qul kelgan bo'lsa like bosinglar. Hamma razmerini aytdim, agar qolib ketgan joyi bo'lsa, so'rasangizlar albatta yana yozib yuboraman kommentariyada. Menimcha muammosi yo'q, xudo xolasa. Hammasi chiki-puki. Pastki qismida ham albatta shu paddoni bo'ladi. Mana bunaqa nimasida, listchasi, mapga ketadi list, pastiga yerning ustida, mana shu nimani beton ustida turadi, bo'ldi. Shunaqa turadi. Bu kletkani ichi katta, boya aytganidek 98 ga 58 mi shunaqa, 96 ga 58 mi shunaqa. Ichkarisi mana katta. Bu ona quyon bu yerda mazza qilib yashaydi. Bemalol oyog'ini cho'zib yotadi. Bolalari bilan yashaydi. Ya'ni bolalari o'sha 1 oylik oshgan, 1 oy 10, 1,5 oy deylik, o'shangacha bemalol mazza qilib yuraveradi. Ko'rib turgansiz, yana mana bu joyga o'sha bolasini tug'ib olgandan keyin, bolasi katta bo'lgandan keyin tozalab tashlaysiz, qo'ygan narsangizni olib tashlaysiz, yana katta bo'lib turaveradi. Ixchamroq ham qilib qo'yilgan. Mana suv mana bu joydan berasiz. Mana shu yerdan suvlarni, o'sha yemini berib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoq xolasangiz, bu yoqdan berasiz, xolasangiz orqa tomondan berasiz. Men bu yoqdan o't beradigan qilyapman. Mana shu o'tini qo'yib, mana bundan sim tortib qo'ygan, o'sha sim ushlab turadi. Yoki biz setka qilib qo'ysak ham bo'ladi. O't uchun. Shu endi bu yoqni hali endi modifikatsiya qilaman. Hozircha shunaqa turibdi. Mana shunaqa ahvol, bitta shu qafasi zo'r, idealni turibdi. Mazza qilib onaqa yashash mumkin. Shundan bundan 4 ta bor. O'sha nimasini ham tozalasa bo'ladi. Hammasi deylik uzog'i shu 1 metr joyga turibdi. Tushundingizmi? 1 metr joy. Agar sizdan 5 metr joy bo'lsa, demak shundan 5 ta qo'yishingiz mumkin. 4 tadan demak 20 ta quyon boqishingiz, ya'ni 5 metr bo'lsa 5 ta, 4 ta 20 ta quyon demak boqishingiz mumkin bo'ladi. Tepasi mana endi men bo'yim uzun, shuncha men 4 ta qildim. Agar bo'yingiz anaqa bo'lsa, agar uzunlik qotgan bo'lsa, mana buni 4-qafasni yasamasangiz ham bo'ladi. 3 qavat qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Tepasiga u narsa qo'yishga ishlatsangiz ham bo'laveradi. Men qo'lim yetadi, mana olib ketaveraman-da. Ishlatilgan shuruplar mana. Mana o'qi, mana bu o'qini eng kichigini olaverasiz-da, eng kichigi yo bitta undan kattasi olsangiz ham bo'ladi. Eng kichigi ham bo'ladi, mana bu joylarga urib chiqyapti mana. Ikkinchi etajiga urib chiqyapti. Mana bu qorasi eng kichigi. Buni mana bu eshiklariga ko'p ishlataman. Mana bu joylarga ishlatdim. Xo'p, bu joylarga endi sal kichikroq qiladi. Bundan bitta kattasini olasiz. Bitta kattasini olib, mana bu taxtangizni qalinligiga qarab olasiz o'sha narsa. Shundan ozroq kirib turish kerak. Hozir eng kichigi mana bu taxtamga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bitta kattasini ishlataman. Mana bu joylarga ham hozir o'sha bitta kattasini ishlatdim men. Menga qo'ydim, bitta kattasini ishlatdim. Omon bo'linglar, charchamanglar. Albatta kanalga a'zo bo'lib, esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'ling.